Assalomu alaykum aziz tomoshabinlari. Mana navbatdagi darvozamizni Farg'ona viloyati Qo'rg'ontepa tumaniga o'rnatdik. Sizlarga bir qator tanishtirib o'tamiz. Stoykasiga keladigan bo'lsak, stoykasi 12 ga 8 ikkilik stendda bo'ldi. Teylari shverler, 10 ga 5 shverlerdan qo'yib berdik. Bu двойной darvozamiz 1.8 listan bo'ldi. Buni eni 4.40, bo'yi 3.5 joyga tayyorlab berdik. Buni 1 kvadrat metri 1.400.000 dan tayyorlab berdik. Jami 19 millionga tayyorlab berdik. Kimga qanday darvozalar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqishlar mumkin. Sağ olun, salomat bo'ling.